Namozxon inson dunyodagi eng baxtli insonman desa, mayli uni puli bo'lmasin, dang'illama uchastkasi bo'lmasin, tagida zo'r mashinasi bo'lmasin, zo'r kiyim kiymasin, mayli zo'r dasturxondan ovqat yemasin. Birodarlar, eng baxtli inson bu namozxon inson hisoblanadi. 5 mahal namoz o'qiydigan inson hisoblanadi. Nimagaligini aytib beraman. Nima uchun bu baxtli? Erta bilan turadi. Nimaga turadi? Soat 5 ta turadi. Nimaga turadi? Oshgami, ehsongami, Xudoga? Yo'q birodarlar. Bomdodga turadi. Bomdodga turadi. Namozga, Robbisiga itoat, ibodat qilish uchun turadi. Turdi, alhamdulillah. Xudoga shukr, turg'izganingga shukr deydi. Yuradi, hojatxonaga boradi, hojatini qiladi. Alhamdulillahillazi azhaba annil ada wal afani. Menga qornimda turib azob beradigan narsani chiqarib, menga xotirjam hayot berganligi uchun senga hamd va sanolar bo'lsin deydi. O'tirib Bismillahirrohmanirrohim bilan qo'lni boshlab mana bu chig'anog'i bilan